Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kanalining ashaddiy muxlislari va xalqimiz, musulmon birodarlarimiz, mana biz Amina opani nimaga olib keldim? Dokumentlarni perevod qilish kerak ekan. Perevodchiga olib keldim. Amina opa ichkarida o'tiribdi. Dokumentlarini qildik, berdim. Hozir shu pulini to'ladik. Mana Amina opani o'zi o'tiribdi. Shu pasportlarni perevod qilish kerak ekan. Mana bu свидетельство с рождения bolasinikini tug'ilgan nimasini remont qilish, perevod qilish kerak ekan. Shularni qidiryapmiz. Xudo xolasa ertaga dushanba kuni nimaga Ministerstvo оборонga borib, shu dokumentlarni taqdim etib, bolasini topishga yana Moskvaning eng katta Minoboronaga murojaatga boramiz. Xudo xolasa sizlar duolaringiz bilan, sizlarni yordamlaringiz bilan, qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan mana shu opani mushkullarini oson qilishga harakat qilib yuribmiz. Alloh yo'liga. Opa, biror narsa deb qo'yasizmi? Assalomu alaykum. Har kuni meni kuzatib borayotgan soddadil, bonajonli o'zbek xalqim. Mana shu eng ulug' oylarda, eng ulug' kunlarda, Ramazon oylarida duo qilyapmanki, hech qaysi ota-ona farzandim demasin. Meni birinchi qo'l ochib Allohdan so'rayotgan bir narsam faqat shu: hech qaysi onaga bolani dodini ko'rishlik, bolani musibatini totishlik nasib qilmasin. Hech qaysi ona farzand dog'ida kuymasin. Hamma onalar duo qilaylik. Farzandimiz orqamizda qolsin. Biz farzandimizni jasadini emas, bizni jasadimizni farzandlarimiz ko'msin. Hammalaring duo qilinglar. Duolaringga muhtojmiz. Inshaalloh farzandimizni topib olaylik. Sog' bo'lasizlar xalqim. Ko'ryapsizlarki, Amina opa rosa qiynalib ketdi. Hattoki gapirishga ham nimasi chidamayib ketyapti. Doim bir insonni farzandini shu kunlarga olib kelmasin. Amina opani aytganday, farzandlarimiz orqada qolsin. Biz farzand emas, farzandlar bizni jasadni ko'tarib, tepkilab bizni ko'madigan bo'lsin. Biz farzandlar emas. Hech kimni farzand dog'ida kuydirmasin ekan. Mana opani ko'rib, har kuniga yuragimiz parcha-parcha bo'lib ketyapti. Sog' bo'lasizlar. Yurtdoshlarimiz, xalqimiz, duoda bo'linglar. Yordam qilinglar, yordam qilaylik. Shu opani mushkulini oson qilaylik. Xayr, sog' bo'ling.